Qo'yman buni. Akalar, boshqa kamchilik yo'qmi? Bor kamchilik. 50 ming dollar kerak. Mayli, yaxshi o'tiringlar. O'ynaysan deb o'ta. San uchun. Mana siz aytgan zakaz. Tushunmadim. Hazilmi bu? 50 ming dollar. Iya. Va, qani mana bitta ko'ring. Bekzod, qarachi. Haqiqiymi? Haqiqiy. Ko'rdingmi? Qo'y shu odatingni deysanlar. Mana buguncha mandan hamma narsa. Bundan narsa joyga boramiz. Ofitser. Ol. Sen aytganingni qildiradigan odamsan, o'rtoq. Shunaqa changitib ketdim. Orqamda qolib ketdi. Gapimga javob boru, menga yetadigani yo'q. Aka, mana hisobing. Olib ketchi. Rahmat. Iya. Rangim qolib ketdi. Tushunmadim. Hazillashyapsan ukam? Berchi menga. Qancha ekan o'zi? Nima? 58 ming dollar? Aka, bizda hazil yo'q. Jami 58 ming dollar. Bizda xizmat haqqi 15%. Mana karalash oqibati. Mani aralashtirma. Endi bu yoqqa o'zing javob berasan, tushundingmi? Esshana. O'rtoq, to'xtagin. Mayli, o'rtoq, gaplashamiz. Ikkita odam to'ymaydi. Ikkita narsani quvigan odam to'ymaydi. Pul quvigan to'ymaydi, ilm quvigan to'ymaydi. Farqi nimada? Pul quvigan odam topmasa-yu aniq norozi bo'ladi. Endi topsa ham norozi bo'ladi, chunki oz deb norozi bo'ladi.